Ana Qabıl Ustaz 1. Bab Сөйгінің құдыртыны қандақ ашырғылық. Аталарының балағы болған сөйгісі бәйіне даңыз қоқшайды. Әр қандақ атаның бала сөйгісі сүпәт жәттін пәріқлінді. Бұл пәріқ қандақтыр аталарының мәліматы, керімі вә мәртебесіге мәз, бәлкі баларыны түшініш, шындақла бұл әқтіке назылық мәсілләріні тоғыры әл қылыш қабілетіге бағылық болды. Ukul saldırsa sel bəl ağrıydı. Ballarının səvir taqiti əməliyyətdə adamını heyran qaldırdı. Şunu onlarını qorqutmay, az tola idivi təyarlıqı dalalət qıla alsaqla, ular köpüncə hallarda nəhayət qiyin işlərini qaysərlik bilən qubul qılalaydı. Ballar ösüp etiliş jarayanda ularını müşkilat və məhiməyə duçar qıldığan nurgun işləği uçuraydı. Şuna ata-onalarının məsuliyyəti ballarının vəhimini yengib, qiyinchilikqa aktiv və soğaqqan pozitsiyada yüzlənib, qiyinchilikning azabını yengilletishga yordamlashish. Ballarga ukul saldırışni misalga alayli. Har qandaq odam umrida nurg'un qatim ukul saldırgan bo'ladi. Ammo ballarni ukuldan qo'rqmaydigan qilish hargiz sal chaqiliq bo'ladigan kichik ish emas. Cümleden çoğunlar ballarının okulga tutulgan pozisiyasını özünün tuygusu boyunca dəngsəb, bu qançılıq içidi. Okul urup boğucu balını çıng tutup, yoki aldap tursamlı bulu demesmi deb qaramay, balada okuldan qo'rqmaydigan, ağırqı bardosh berəlaydigan qaysarlikni yetiltirish lazım. Bir günü doktorxonada 6-7 yoshlardagi bir o'g'il balaning okul saldırmayman deb tarajib atqanligini. Yanında turgan soq sandaldagi bir kişinin balını hər qancha qıpmı ayvaş keltirəmayotqanligini görüp qaldım. Heliq kishi balını bir necha qatim bütün kuchi bilan ching quchoqlab tutib olib baqdi. Ammo yana laplashmadi. Qarag'anda balımı jinini tikib qo'yganda qiladi. U ba kuchi bilan tirayjaydi, tipchaklaydi. Uning yuragini ezadigan azobli yig'isi butkul koridorni bir og'an edi. Muştumdek bir balının cudunu örləb, quyuq çaşları tik durmasa, aşındaq canını tikermi? Bunundan aşı baldaki vəhiminin nə qədər küçük ekanligini, ukul saldırışdan ibaret bu kiçik işning balının yürəgiga nə qədər ağır azab sağalığını qiyas qilishga bo'ladi. Esimdə qalışca qızımның tunji qatim ağrıb ukul saldırğan vaqti dal uning 1 yoshdan 8 oy eşib, əmdilərdən aql kirishga başlagan və tili chiqqan chaqlar edi. Onun öpkisi ciddi yalığılınıb, doktorxanaga apırıb edim. Doktor ukul yazıb bədi. Ukulni elib qızımğa, "Mənim qızım, sizga ukul sağızıldaymiz," dedim. Qızım bir qancha ay burun vaksin saldırgan işini esi kelib qaldımı, qo'rqayotganligi darhol chiroyiga chiqdi. Vaksin saldırgan chaqda qizimning til chiqmagan edi. U chaqda qizim sestra ukul yangısini sanjıgan chaqda yig'lab etdi. Vaksinni silib bo'lgandan keyin men uningga darhol shiradagi aslanning surati tushirilgan stakanni ko'rsatib turib, "Qizim, qarang, av aslan nimdiga umoqqa?" dedim. Buning bilan qizim diqqatini aslanning suratiga og'dirdi-da, ukulning og'riqini darhol unutdi. Bu qatim uningga ukulning gapini qilsam, yodiga kelib qolgan o'xshaydi. Men qizimni ko'tarib ukulxonaning bo'sig'iga kelganda u, "Oppa, ukul saldırmayçu," deb yig'lamsirdi. "Qizim, siz og'rib qoldingiz," dedim men uningga tushundirib. "Ham yutilib, ham qizib ketyapsiz. Qarang, odam og'rib qolsa bak bearam bo'ldi ekan, shundaqmi?" "Ha, balli. Bu kasaldan tezroq qutulgingiz bormi, qizim?" "Ha." U yana yutalgil turdi. Qızıvatqaşqa məngzləri olmadek qızırıb ketken edi. Mən onun məngziga söydüm. Doktor yazıb bəgə ukul sizini bearam qılıb qıynavatqan keselini saqaydıdı. Ukulni saldırmasaq keseliniz pat saqaymaydı. Qızım ukul saldırışның mühimliqini demək ki düşünüb yetkenligi bilan yenil qo'rqyotdi. U məndən təşviş içində so'radi. "Ukul salğısı ağrımdı." Mən gülümsirab turib mundaq dedim. Sal pal ağrıydı. Həras, ötkəndə
Bu gaplarni anglagan qizimning andishisi azroq pasaygandek bo'ldi. Osh qatim o'rindiqda yiqilib tushganda yompishingiz bak qattiq og'rib ketdimi yoki azroq og'riganmidi? deb yana so'radim. Azroq og'rigan. Ha, ukol saldirsimi? Shunchalik og'riydi, dedim men qizimga gapni udilla qilib. Ondan yana so'radim. Osh kun o'rindiqdan yiqilib tushganda yig'ilmagan edingiz, hozirmi yig'lamaysiz-ku qozam? Qizim beshini langishdi. Ammo yana qo'rqib turib Shu onun ko'nglini avundurishga tirishib baqdim. Sizga mening qaysar qizim. O'zingizmi qaysarligingizni bir sinab beqing ma'qulmi? Bardosh berarsangiz, amal bar yig'lamang. Navada chidayolmay qolsangiz, yig'lasangizmi hech qisi yo'q. Bu gaplarim unga ilhom bo'ldi. Qizimga ukol saldirishning pek qo'rqib ketkichiligi yo'q, ancha bir ish ekanligini his qildirish uchun yuqori gaplarni hech bo'lmagandek kulib turib dedim. Buning bilan qizimmi hali xotirjam bo'ldi. Unisiga qizimning oldimda qaysarlik ko'rsatishga tirishayotganligi aniq edi. Yana kelib qizimni azaldan aldab boqmaganligim uchun u boyamga gaplarimga cheksiz ishondi. Shunga u azroqla og'riydigan ish ekan-ku, buningdan hargizmi qo'rqmayman degan o'yga kelgan edi. Ukol saldirgan chog'da qizim nihoyatda jiddiylashib ketdi. Ammo yig'lamadi. Buni ko'rgan sestra qizimni maqtab ketdi. Shunda qilib ukolning og'rig'i chidag'il bo'lganligini bayqagan qizim texmi taqatli bo'lib ketdi. Bir necha kunlik ukol qizimga ancha shifo qilmag'achqa uni balnis qoldirdim. Qizim o'rlashtirilgan kasalxonada uningdan boshqa yana 8 bola bor bo'lib, ko'pinchisi qizimdan 3-4 yosh cho'ng edi. Ammo har qatim kasalxonaga mayli doktor bo'lsin, sestra bo'lsin, holatli birisi, hatto badan temperaturasini o'lchash yoki bir ishga gap so'rash uchun kirib qolsa-mu, boshqa bolalar go'ya bo'ridan qo'rqqan qo'zichoqlardek yig'izg'ariq bilan kasalxonani beshiga ketdi. Faqat qizimlar yig'lamaydi. Ammo o'ynayotgan o'yinni qo'yib, quchog'imga chiqib g'am bilan o'tirib ketadi. Qizim garchi boshqa bolalarga o'xshashla ukol saldirishni xohlamasa-mu, ukol saldirishning zo'rligini tushunib yetgan edi. Shunga u ukol saldirganda eg'ir besiq bilan sestraga moslashadi. Buning bilan sestra uni maqtaydi. U chog'da bola bek kichik bo'lg'achqa, sestralar uning bilak tumurini topolmay, azmu ukolni chek tumuridan selishga majbur bo'lgan edi. Uning ustiga chek tumuri bilaknikidan inchik bo'lganligi uchun yengini bir necha qatim sanjib, ondan muqimlashtirib bo'ladi. Bir kuni qizimga ukol salg'il kirgan o'ganchi sestra bo'lsa kerak, u qizimning tumurini topolmay, yengini to'p-to'g'ri 7 yaga sanjidi. 7 qatim yengni sanjilsa, cho'ng odamlarmi chidamaydi-da. Shunga tatishkimiz balaga qarab pek mazoblanib ketdik. Qizim oxir bo'lolmay o'mchaygil turdi. Ammo un selib yig'lamay beshini ukol selayotgan sestraga tuz tutib berdi. Sestra 8 qatim sanjigan yengni ming tasda muqimlashtirib, ustini plastr bilan chopildi. Shunda qilib qizimning bayamqi o'mchi ishlari to'xtadi. Buni ko'rib unga taxim qoyil bo'ldim. Başqa atalar har qatam balasiga ukol saldirgan chog'da balani yo aldaydi, yo qo'rqitadi. Hatto majburiy besib turadi. Balalar bo'lsa badaniga yangi sanchilgan hamon go'yo boshqalarnikiga qaraganda nechasi og'rib ketgandek jinning boricha yig'laydi. Menimcha atalar bunday usulni qo'llanganda balaning qaysarlikka odatlantirish u yoq tursin, hatto balaning azobini texim kuchaytiradi. Shu chog'da qizimni ultra ovozli to'monlashtirg'ish bilan fizikalik davolashga to'g'ri keldi. Bu uskunning og'zini balaning yuziga to'g'rilab, balani 10 minut erken nafas oldirib, jim yotqizil bo'ldigan ish edi. Qizimni tunji qatim fizikalik davolash qilganda sestra heli uskunni olib kirdi. Qizimni sestraning digini bo'yicha quchoqlab turdim. Sestra uskunning og'zini shundaqla ichib edi, bilinar bilmas to'g'ri puraqi bor oq tuman qizimning yuziga urildi. Buningdan qo'rqib ketgan qizim shaqqida yuzini o'rib oldi. "Balni chang tuting, midirlimisin?" dedi sestra. Men digini bo'yicha qizimni chang tutib turdim. Yuzini hela uskunning tuman purkayotgan og'ziga udilladim. Nim bo'lganini anqirolmagan
аңқыралмай гаңгырапла қалған қызым көздеріне чың жұмғанша өзіне қачырып yığılı qıldırdı. Mən qızımны мыдыр-сыдыр qıldırmay чың tutup turuşqa tırıştım. Sestra üskünün ağzını kızım yüzünü nə qartıb alsa şu yerге tanışa toğırlaydı. Birden tirkişip bakıp qutuluş көз yetmedi boğay, kızım ağır un silip yığılğınca tipçəkliге turdu. Balı bək tirəcəb turvağaçqa fiziklik davalashni aram 5 minut davamlaştırıp boldu qıldıq. Heliq üskünün ağzından azraq doğru puruq bar tuman çıqqanını hesap qalmağanda fiziklik davalash ukul saldırğan qaraganda asan iş idi. Amma fiziklik davalashni qızımğa aldın ala düşendirishga ulgurmagachga qilch tayyorliqsiz turgan chog'dagi qattiq majburlashimiz uningda bir xil qo'rqinchni paydo qilgan edi. Shundan keyin qizim necha kungacha fiziklik davalashga hargiz urinmadi. Sestra ash asbobni ittirib shundoqli kirsa, qizim qo'rqib tugilib ketadi. Bu chog'da uning ukol soldirgan chog'dagi tamkinliklaridan asar muqolmaydi. Qisqasi shu qatimliq pamsizligimiz qizimning ko'ngliga qo'rqinch silib qo'ygan edi. Balangizning azobga bardosh berishini zarur topilgan chog'larda muni prinsiplarga amal qilishingiz lozim. Birinchi, hadislar amsizlik qilmay, o'zingizni bemalol va erkin tuting. Chunki andishingizni chandırib qo'ysangiz, bola chataq ishga o'xshaydi deb qilib qo'rqib ketadi. Ikkinchi, nima uchun shunday qilish lozimligini bolaga tushunishli qilib deb bering. Masalan, bolaga ukol soldirishga to'g'ri kelganda, bola nimani biladi deb qaramay uningga og'rib qolganda ukol soldirmas bo'lmaydi bilam. Ukol degan kasalni saqaytidi deb ermay tushundiring. Uchinchi, bola bardosh berishdagi azobni uningga ko'ptirmay, kemitmay aynan aytib bering. Nurg'un ota-ona bolasiga ukol soldirgan chog'da bola jiddiylashiib ketmasin degan muddoda qo'rqmang bolam, hargiz og'rimaydi deb tasalli beradi. Ammo bir qatim aldam holatiga tushgan bola u ishga ikkinchilab yaqin yo'llamaydi. Jumladan qiyinchilikqa bardosh berish jihatdagi idroki va jasorati bixsurmay turib nobud qilingan undaq bolalar keyin cho'nglarga ishonmas bo'lib qoladi. To'rtinchi, bolaning jasoratini nurg'uting. Chunki bolalarning sabr-toqat amaliyotda odamni hayron qoldiradi. Shunga ularni qo'rqitmay, oz tili idiviy tayyorliqqa dalolat qilsaqlar, bolalar ko'pincha hollarda nihoyat qiyin ishlarni qaysarlik bilan qabul qila oladi. Undan boshqa bolalar qo'rqinchoqlikning oshkorlab qilishidan pek mansiraydi. Shunga har qanday chog'da ularga imkoniyat qoldirish kerak. 5. Biror maqsadni ishga oshirishda bolani qo'rqitish yoki so'dilish usulini qo'llanmang. Ba'zilar hadislar bolani ukol soldirmasang soch tutib ketadi deb qo'rqitadi. Yoki uningga mush dorini ichib olsangiz sizga tizgina mashina olib beraman deb va'da beradi. Menimcha bu nihoyat qamlashmagan ish. Chunki qo'rqitish yoki so'dilish usuli orqali masalani damonliq hal qilgani bilan u boladagi tamtirashni negizdan tugatgil bo'lmaydi. Hatto bolaning axloqiy mukammalligiga nuqson yetadi. Bolani kichigidan boshlabla qiyinchilik yoki azobga idrokiy yuzinishga o'rgatish kerak. Bu usul bolani tuyg'usidagi azobni yengiltish bilan birga gezi kelganda o'zini qo'g'dashga odatlantiradi. Qizimning 2 yosh chog'lari edi. Bir kuni u tin nisbida tuyuqsiz yig'lab uyg'onib ketdi. Qarsam xuddi bo'g'ziga bir narsa qoplashib turib qolgandek nafsi qiynalishib, nihoyat bearam bo'lib ketayotdi. Uning ustiga yaqinda bolalarda bo'ladigan bo'g'iz suluq ishqi kasalligiga oid bir material ko'rgandim. Qizimdagi alomatlar dal osh kasalligiga o'xshab ketayotdi. Bu nihoyat xatarli kasal bo'lib, bola yig'ilgan sari bo'g'izdagi ishq taxmi yo'g'nab yoki kekartakni to'sib oladi yoki bolani tunjuqtirib qo'yadi. Qizimning holini ko'rib qo'rqinchda putqulimda jon qolmadi. Ammo nihoyat tamkinlik bilan qizimga "Yig'lamang qo'zam, bo'g'zingizga suluq ishq chiqib qolg'achqa nafsingiz qiyilishib ketyotidi. Agar yig'lasangiz ishq taxmi yo'g'nab kekartagingizni to'sib oldi, nafaslanmay qolsiz. Birdam chidab turing bo'lamdi. Men sizni hozir doktorxonaga olib boray" dedim. Bu gapni anglagan qizim yig'idan darhol to'xtab, kiyindirishimga royishlik bilan ma'qul bo'ldi. Qizimning qiynalib ketayotganligini bilib turardim, ammo u g'ing qilmaydi. U chaqlarda bolaning dadasi sirtqi xizmatda edi.
ko'chaga chiqib taksi to'sish mumkin bo'lmag'achqa qo'shnimning eshigini ochib undan ona bola ikkimizni velosiped bilan doktorxonaga olib qo'yishni o'tindim. Shunday qilib men velosipedning orqasida bolani ching tutib o'tirdim. Qo'shnim velosipedni ushqandek minib doktorxonaga qarab chapdi. Balaning nafsi bag'ansir qiynalishib ketayotgan bo'lsa-mu, ingrabmi qo'ymasdan jim o'tiradi. Yo'l chirg'i yo'q bir yerga kelganda velosiped bir tarafga ko'tarilib qolgan avras tovuqiga so'qilib, hammalarni yiqilib tushdik. Bu pishganlikdan balaning nafsi bayamqidimi bakrak qiynalishga turdi. Ammo o'yinlar hech bo'lmagandek jim turadi. Buningdan qizimga rostilla aql kirganligini bayqadim. Ham balaning bu aqldan to'lim suyundim. Balani doktorxonaga olib kelishimizga davolashni boshladi. Bala bir necha soatdan keyin xali o'ng'ishib qoldi. Qizingiz bak ziyrakkan, dedi doktor. Davolash tugaguncha mit qilib qo'ymadi. Bundaq kasal bilan og'rigan bolalarning yig'lab qag'ish qilishdan bak qo'rqimizdan. Qizimning bundaq rayish va zirakligi rostilla odamning omroqligini keltiradi. Qizim 3 yoshga oz qolganda uni yasliga bermoqchi bo'ldik. Ammo yasliga kiradigan bolalarni bekitilgan kuni shaharlik ona bolalar saqlash o'rniga olib salomat tekshirtirgan gapkan. Salomatlik tekshirtirgan kuni yo'lda ketib o'tib qizimga doktorlarning bilakdan qon oldiganligini aytdim. Buni anglagan qizim sal-pal andikib, "Qon olsa og'rimdi?" deb so'radi. "Sal-pal og'riydi", dedim men balaga tushundirib. "Qon olish ukol solganga o'xshaydi. Bilakka yangi sanjiganda sal og'riydi. Ammo yangidan elvatgan aman og'riq to'xtaydi." Qizim bir necha qatim ukol soldirib baqqan bo'g'ashqa bu gapimni anglab ko'ngli xali joyiga tushgandek bo'ldi. Shu kuni 10 necha bola salomat tekshirgizdi. Tekshirishni o'tib kelgan bola qon og'an aman yig'laydi. Buning bilan qon ilib bo'lgan, qon ilayotgan va texni o'tganmagan bolalarning hammasi taraf-tarafdan tang yig'lashadi. Bo'libmi bilak tomirini topolmay yangidan qayt sanchiq to'g'ri kelganda bolalar u yoqda tursin, ota-onalar mo'jidlashib ketadi. Buning bilan bolalarning cho'qan suralari quloq mingisini yeb ketayotgan sestralarmi huduqib ketgachga qapoqlarini turib ancha-muncha do'qaslatadi. Ammo qizim menga yulanguncha jim o'ltirib, yig'izari qilayotgan bolalarga qiziqish va hissasiz bilan qaraydi. U to'satillab, "Yig'lisimi og'riyveradi, ha, oppa?" dedi. "Voy, bolalar ukol solganda yig'lisidimi, yig'lamasimi o'xshash og'riydi. Ming vaqırsımı ağrıqa hech qanday tal bulolmaydi, demoqchimisiz qizim?" deb men yondirib so'radim. "Ha-a." Uning mangsiga so'q bilan birini suyib qo'ydim. "To'g'ri aytdingiz qizim. Ish qilib ming yig'lagan bilanmi og'riqqa dal bo'lolmaydigan tursa, yig'lab nima kepti, ha?" Men qizimdan yig'lamaslik haqida va'da elib o'ltirishni xolamadim. Uning ustiga uning hozirgidek tushunchaga kelishimi cho'ng ishda. Shunga boladan ziyoda narsalarni talab qilishning qilchi foydasi yo'q. Chunki yig'lamayman deb va'da bergan bola navbat yig'lab solsa-chu. U chog'da bola va'dasiga vafo qilmaganligidan nomus qilib azoblanib ketadi. Uning ustiga qizim dematlik bolalarning yig'lab solishimi normal ish-ku. Qon olish navbati qizimga keldi. U quchqimda o'tirib biligini ochdi. Bilinar bilinmas huduqayotgan bo'lsa-mu, sestraning ukol yangisini sanjishini kutib jim o'tirdi. Qizim o'zicha sestraga tasalli bermoqchi bo'lsa kerak tuyuqsizlab, "Ojo, men yig'lamayman", dedi. Qizining bu gapi sestrani hayron qoldirdi. Sestra barayatdan beri turilib turgan qapoqlarini shu aman ochdi-da qizimdan so'radi. "Voy, nimishqa yig'lamaysiz, oppa qiz? Yig'lasam og'riyveradi shu." Qizimning nim demoqchi bo'lganligini tushungan sestra qo'ldagi ishni darhol qo'yib qizimga zo'q bilan qarab ketdi. "Voy, umaq qiz, bek aqllikansiz-ku. Hozirgacha sizdek ish qiladigan ziyrak qizchaqni ko'rib boqmabdi ekanman." U qon oldigan ukol shpirsni qizining biligiga tanglab bo'lib bir ishni yodiga olgandek turib qoldi. Ondan qo'lidagi shpirsni qo'yib, tortmadan yangi shpirsdan birini oldi. "Bundaq aqlli qizchaqning biligini og'ritib etsam bo'lmaydi? Mav shpris boyagidan inch kerak. Shuni bak og'ritmaydi. Uningdan bir talla qopdi ekan. Uni sizdek qo'liga yumshoq, o'zi aqlli qizlarga ishlatay-ya, umaq.
Sestra shu gapni degach qizining bilak tumurini siylab xali izlashtirib baqdi. Ammo topolmaydiganligi ko'zi yetdi bo'g'ay, berib yoshcha cho'ngroq tajribali sestradan birini boshlab keldi. Bu ochishchu texim usta. U bilikingizni hargiz og'ritmaydi. Amaliyotdami dal osh sestraning degandek bo'ldi. Qisqasi balaga ukol salsa sal-pal og'riydi deb o'rgatganda, balani qiyinchilik oldida o'zini erkin tutishga odatlantirgan bo'ladi.